Azizlar, dasturimiz davom etadi. Mana shunday ko'taring kayfiyatda bizning navbatdagi mehmonlarimiz ham kelishgan. Allaqachon keling ularni tanishtirib o'tsam. Marhamat Sarvar aka. Voqeamizning Sariosiyo tumanidan kelgan Shohjahon Omonov hamda ularning iqtidorli shogirdlari, xo'sh, Diyor Azamjonov bugungi dasturimiz mehmonlari. Xush kelibsizlar bugungi dasturimizga. Assalomu alaykum. Uzoq yo'l bosib kelgansizlar. Xo'sh, yo'l sizlarni charchatib qo'ymadimi? Kayfiyatlar qanday? Kayfiyatlar a'lo darajada, rahmat taklif uchun. Bugun mana shogirdimni olib keldim. Keling, bu shogirdingizni tanishtirib o'tsangiz. Bu shu o'zingiz aytganingizdek, Azamjonov Diyorbek eng tirishqoq, eng iqtidorli shogirdlarimdan. Bugun chiroyli qo'shiq tayyorlab kelgan, nasib bo'lsa sizlarga ijro qilib. Nima tinglaymiz birinchi navbatda? Birinchi qo'shiq ona haqida, Onalarimiz haqida. Marhamat. Dünyanın ortada kur, dünyalar gezdim göksümde geri. Bugün Osmanlı'dan bir kadem koyup pinhane yığladım, iç içim dolup onanın saçıda oklarını
yashang Diyorbek, juda ham ajoyib. Bizani kuzatib turgan Necha yoshdasiz? barcha tomoshabinlarimizga mansur bo'ldi. Necha? 10 yoshda. 10 yoshda. Buni qarangki, 10 yoshdasiz, lekin ovozingiz juda ham shirali ekan. Buning siri nimada? Ko'proq tuxum ichganman. Xo'p. Xom tuxum. Ana siri. Ana. Demak, biz ham erta tongdan nechta tuxum ichish kerak? Har bitta tuxum, har kuni ertalab uyg'onganda bitta tuxum ichsak, borishingiz bizning kerak ham ekan. ovozimiz balkim siznikiga singari shirali bo'lar, ha? Albatta, bunga qancha mehnat ketgani. San'at sohasiga qanday qilib qiziqish bildirgansiz? Qanday qilib qiziqib qolgansiz? Kim sababchi bo'lgan san'at sohasiga qiziqishingizga? Momom. Nima deganlar? Bor, sen san'atkor bo'lasan deganlarmi? Nima bo'lgan? Keling, aytib bering bizga. Keling, men aytib beray, shuni bu Marhamat. ozgina hayajonlanyapti. O'zi men oldin kelganimda ham aytgandim. Ikkinchi Sarosiyo tumanidagi ikkinchi umumta'lim maktabida musiqa o'qituvchisi bo'lib ishlayman. Men bir kuni darsim tugab qaytayotgan vaqtimda sinf rahbarlari borlar, Gulandon opa. Shu ustoz keldilarda meni oldimga bolam shu nimani bir o'quvchim bor, eshitib ko'ring, ma'qul kelsa olasiz, bo'lmasa o'zingiz bilasiz dedi. Shunaqa eshitdim. Birdan bundagi Diyorbekdagi iqtidorni sezdim. Buni darrov keyin oldim, o'zimga shogird qilib oldimda, keyin shundan beri mana tayyorgarlik ko'rib Qancha kelamiz. vaqt bo'ldi? Oylar shu dekabr, yanvar oylaridan beri meni oldimga keladi. Mani telefonimga eng ko'p qo'ng'iroq qiladigan ustoz dars o'tamizmi yo'qmi? Ustoz dars o'tamizmi yo'qmi deb so'raydigan eng tirishqoq shogirdim mana shu yigit bo'ladi. Shogirdlarim ko'p. Xudo xolasa ularni ham asta-sekin olib kelish niyatim bor, lekin bugun mana shu yigitni men ko'zim yetgani uchun ishonchimni oqlaydi deb mana hozir mana shu joyga olib keldim. Albatta. O'zi umuman olganda biz barcha vohadoshlarimiz, yoshlarga, barcha insonlarga mana shunday o'zlarida bir talant, iqtidorni borligini bilishadi. Albatta, bizning Telegram manzillarimiz faol holatda o'zingizni mana shu takliflaringiz bilan chiqsangiz, biz sizlarni mana shu Munavvarkun musiqiy dam olish dasturiga taklif etamiz. Biz bilan hamkorlikda o'zingizni mana shu iqtidoringizni barchaga, vohadoshlarimizga, teletomoshabinlarimizga demak namoyish etishingiz mumkin bo'ladi. Bu mutlaqo bepul azizlar. Albatta. Xo'sh, qanday tanlovlarda ishtirok etganmiz? Keling, shular haqida. Albatta, yaqinda Yoshlar ovozi degan ko'rik tanlov bor, eshitgan bo'lsangiz kerak. Albatta. O'sha Yoshlar ovozi ko'rik tanlovida tuman bosqichida Diyorbek faxrli ikkinchi o'rinni egalladi. Tuman bosqichimizda. Birinchi o'rinni yana boshqa o'quvchim bor. U ham sizning shogirdingiz. U ham meni shogirdim. 3 ta o'rin, 3 ta shogirdingiz bo'lib oldimi deyman? Yo'q, Yoshlar ovoziga 3 ta o'quvchimni tayyorlab chiqargandim. 2 ta o'quvchim viloyat bosqichiga qatnashdi. O'zim ham qatnashdim shu jumladan. Diyorbek ikkinchi o'rinni oldi tuman bosqichida. Tabriklaymiz. Nasib buni kelasi yil ko'rik tanlovlarga ham yana ham yaxshiroq, puxtaroq tayyorgarlik ko'ryapmiz. Xudo xolasa yana yuqori natijalarni ko'rsatadi deb umid qilamiz. Albatta. Mana hozir ta'til vaqti. Nimalar bilan shug'ullanyapsiz? Nimalar bilan mashg'ulsiz, Diyorbek? Qo'shiq aytish bilan. Qo'shiq aytish bilan. Xo'sh, qaysi qo'shiqni ko'proq aytyapsiz? Xirgoya qilyapsiz? Do'stim do'stimda. Do'stim, do'stim. Eshitamizmi? Albatta. Do'stlaringizga atalgan qo'shiq. Marhamat. Marhamat. Bir do'stim bor eslatadi bolalikni. Bir do'stim bor o'rgatadi donalikni. Ko'rishganda o'tgan kundan gaplashamiz. Sog'intirdi bolalikni. Bir do'stim bor eslatadi bolalikni. Ey bir do'stim bor o'rgatadi donalikni. Ko'rishganda o'tgan kundan gaplashamiz. Sog'intirdi
Yashang. Rahmat, juda ham ajoyib. Xo'sh, onalar mavzusida tingladik, do'stlar mavzusida ham tingladik. Endi ustozingizdan, sizning o'zingizdan Albatta. nima tinglaymiz? Sho'xroq birorta bir tarona Sho'xroq. bo'lsa. Bugun shu televideniyaga aytaman deb bitta qo'shiq tayyorlab kelganman. Shuni aytib bermoqchiman. Qanday qo'shiqsiz? G'iybatchilar degan qo'shiq. G'iybatchilar. Aha. Marhamat. Omaning ketishini kutarlar, iymoning eshigin tilarlar. Dushman qilib chin do'sting bilan erinmay g'iybating qilarlar. Nelar bo'lmoqda bu zamonga, siraytib bo'lmas bir insonga. Do'st tutunib iblisu shaytonga erinmay g'iybating qilarlar. Do'st tutunib iblisu shaytonga erinmay g'iybating qilarlar. Qo'rqmayin Xudoning qahridan, o'tarlar tuhmatning shahridan. Qaytib qolar aytgan bu ahdidan, erinmay g'iybating qilarlar. Qo'rqmayin Xudoning qahridan, o'tarlar tuhmatning shahridan. Qaytib qolar aytgan bu ahdidan, erinmay g'iybating qilarlar. Men g'iybat qilganlarga aytar bitta so'zim bor. Men ham inson bolasiman, balki xatolarim bor. Yoshlik qilib bir adashsam, o'nta qilib oshirmang. Asl yuzim bilib turib, siz atayin yashirmang. Menga qo'ysa barni birma-birga bosardim. Kattaroq bir asbobga tillardan osardim. Zamon ko'tarmas lekin mayli yaqin bormanglar. Assalomu alaykum g'iybatchilar, xormanglar. Erkak sifat xotinlar, xotin sifat erkaklar. Assalomu alaykum g'iybatchilar, xormanglar. Salom bering va lekin yaqiniga bormanglar. Assalomu alaykum g'iybatchilar, xormanglar. Qo'rqmayin Xudoning qahridan, o'tarlar tuhmatning shahridan. Qaytib qolar aytgan bu ahdidan, erinmay g'iybating qilarlar. Qo'rqmayin Xudoning qahridan, o'tarlar tuhmatning shahridan. Qaytib qolar aytgan bu ahdidan, erinmay g'iybating qilarlar. Rahmat. Rahmat. Juda ham ajoyib. Haqiqatan ham ta'rifga til ojiz deydi-ku. Albatta. Sizni ijtimoiy tarmoqlarda boshqa bir cholg'u asboblarda ham mana shunday ajoyib qo'shiqlarni kuylaganingizni ko'rganmiz, guvoh bo'lganmiz. Xo'sh, yana qaysi cholg'u asboblarini chala olasiz? Men o'z mutaxassisligim Qashqar rubob yo'nalishi bo'yicha Sariosiyo tumanidagi 4-bolalar va musiqa san'at maktabida 5 yil mobaynida tahsil olganman. Rubob sinfida. Undan keyin Termiz san'at kollejida an'anaviy sozandalik, unda ham rubob cholg'usi bo'yicha tahsil olganman. Va hozirda va undan keyin Termiz davlat universitetini vokal san'ati, an'anaviy xonandalik yo'nalishini tamomlab, yana hozirda o'qishni davom ettirmoqdaman. Ikkinchi mutaxassislik bo'yicha jurnalistika, O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiya universitetida xalqaro jurnalistika yo'nalishi bo'yicha tahsil olmoqdaman. Shunaqa. Juda ham ajoyib. Xo'sh, nega mana bu rubob dedingizmi? Qashqar rubob. Shuni olib kelmaganingiz. Olib kelganingizni undan ham hozir Qashqar rubobni olib kelmaganim sababi Qashqar rubobni o'zi bilan ozgina kam bo'lib qoladi. Uni yonida jo'rnavoz. O'ylaymanki, har bir cholg'u yoki Qashqar rubob demoqchi. Har bir cholg'uni o'ziga yarasha qiyinchiligi bor.
hech qaysi cholg'u asbobni o'rganishda oson deb bo'lmaydi, chunki o'zi cholg'u asbob o'rganish jarayoni juda ham murakkab, juda ham bir sabrni talab qiladi-da. Shuning uchun men bir narsa deyishim qiyin bu masalada. Shunaqa. Xo'sh, shogirdingizdan yana nima tinglaymiz? Shogirdimdan menimcha shu ikkita qo'shiqni hozir tayyorlab kelganmiz. Yana qo'shiqlar biladi, nasib xudo xolasa. Kelasi dasturlarda yana yaxshiroq yangi qo'shiqlarni tayyorlab kelamiz birgalikda. Albatta kutib qolamiz. Oldinda qanday maqsadlar bor, rejalar, tanlovlar? Albatta shu oldinda men o'zim yoshlar ovozi ko'rik tanlovida viloyat bosqichida 2-o'rinni oldim. Niyatim shu bu yilgi yoshlar ovozi ko'rik tanlovida eng kamida respublika bosqichiga, viloyat bosqichidan 1-o'rinni olib, respublika bosqichiga chiqish niyatim bor. Va mana shu kabi iqtidorli o'quvchilarimni yana ham iqtidorini namoyon qilishlik uchun bor o'zimdagi salohiyatni ishga solib, tarbiyalab mana bu o'quvchilarimni vatanimizga bir xizmat qiladigan yetuk kadrlar qilib tayyorlash niyatim bor. Albatta, shogirdlaringiz safi kengayaversin. Rahmat. Mana shu oldingizga qo'ygan maqsadlaringiz sari mana shunday ildam qadam tashlab boraverishingizni, mana shunday yaxshi natijalarni qo'lga kiritishingizga tilakdoshmiz va aytib o'tganingizdek, yaxshi natijalar bilan sizlarni yana dasturlarimizda kutib qolamiz. Agarda kun tilaklari, salom, tabriklar bo'lsa, marhamat. Diyorbekda bo'lsa kerak. Salomlar bormi? Oila a'zolaringizga, do'stlaringizga? Momamga, xolamga va ota-onamga salom. Yashang. Marhamat, sizda bu. Albatta, menda ham bor. Men avvalo mana shu meni ko'rib turgan barcha meni yaqinlarimga salom yo'llayman. Shu jumladan meni avvalo ko'rib turgan shogirdlarim bor. Mana hozir meni ko'rib turishibdi ular. Kelasi safar mana shu stulda albatta boshqa shogirdlarim bo'ladi. Siz ko'rib turgan shogirdim siz bo'lasiz. Shuning uchun hozir men bergan vazifalarni vaqtida bajarib, o'zingiz ustingizda ko'proq ishlang deb tavsiya qilaman. Keyingi ishtirokchi siz bo'lishingiz mumkin. Shunaqa. Albatta. Bugungi dasturimizga kelganingiz uchun yana bir bor minnatdorchilik bildiramiz. Bizning dasturimizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda ekan, Azizaxon. Shuning bilan umuman olganda barchaga yaxshi kayfiyat ulasha oldik degan umiddamiz. Ajoyib suhbatlar, ajoyib qo'shiqlar, ajoyib sahifalar shulardan iborat edi va dasturimiz so'ngida har gal sizlarga aytar so'zimiz o'zingiz va yaqinlaringizni asrab avaylang. Zero sog'lik har qanday boylikdan ustunroqdir. Azizlar, biz yana bir munavvar kun tarixida muhrladik. Keyingi sonlarda ko'rishguncha omon bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Ajoyib tarona sizlar uchun. Marhamat. Marhamat.